Assalomu alaykum. Hurmatli yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Mana ozgina bo'sh joyimiz bor edi. 152 ta bola ketadi bo'tga. Qapaslarimiz tayyor. Hozir chiroyli qilib stashka qilishyapti akalarimiz. Keyin devor olamiz. Mashdan bu yog'iga, xudo xolisa. Bu yoq mana tayyor ishlab turgan joylarimiz. Aylantirib chiqamiz. Xo'p. Bu yerda mana bu chetimiz bo'g'ozlar tayyor turibdi mana bu yoqda. Hop, o'rta qatorda 3 oyliklarimiz bor mana. Hammasi qizlar, erkaklarni ajratganmiz. Hozir ularni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana goframiz bor. Goframizni o'sha ustanovka qilib qo'yib qo'ydik. Gofrani biz telefon orqali boshqaramiz. Hamma ventilyatsiyami, hammasini boshqarib tashlaymiz. Bismillah. Hozir yoqib boramiz. Bismillah. Ketdi, yondi. Mana o'sha suv tushyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Hozir mana bu chiroyli bo'lib, mana o'sha muzdek havo sezilyapti. Endi buni nariyoqqa ham ulab qo'yilganda, ichkarida ham goframiz bor. Hozir uni ham ko'ramiz. Mana bu gofra ham yondi mana. Ikki yoni gofrasini bitta ulab yuborilgan. Bo't hammasi bo'g'ozlar mana. Qadrdonlar. Xo'sh. 125 ta bo'lsa, hammasi bo'g'oz bu yoqda. Hop, mana bu yoqda mana bu qator bo'g'oz. Mana bu hammasi bola boqayotganlar. Mana bolalarimiz 11-da tug'ganlar. Mana bolalarimiz. Sakrab qo'yishdi. Xo'p. Endi nari yoqda ketgan. Nari yoqda hozir so'yishga tayyorlab qo'yganlarimiz bor. Charchab qolmayapsizlarmi akalar? Gazini bosinglar. Xo'p, bu yoqda mana bu ham goframiz bor. Ozgina ish qoldi buni. Xudo xolasa bu ham bitadi. Hali javonaga isib ketib qolgani yo'q. Xo'p, mana bu yerda so'yilishga tayyor yotishibdi. Besi kelganlari so'yilib ketyapti. Anta 2-3 tasida dam olib, plyajda yotganda yotishibdi. Mana shu yerda 150 ta quyon bor hozir. Bular so'yiladi. Sog' bo'linglar, yaxshilik ko'rishinglar, like bosib qo'yinglar.